Shu ertalab tursam bor-ku. Dash tualetga chiqishga erinadigan bo'lib qolganman. Shunchalar dangasaman. Sen qanchalar dangasasan? Men homilador qizga uylanyapman. Voy. Oyi, vrachlar aytdi, sizga og'ir ish qilish mumkinmi? Shu uchun kerak emas. Faqat dam oling, xo'pmi? Og'radimi? O'zi bundan 5 batta yeyishing kerak edi, sen kuchuk. Chiq ovqatga. Ovqat tayyorla. Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você na mira. Nimaga sizga qanaqadir qiz rasm tashyapti? Ha, senga ko'ylak sotib olmoqchi edim-da. Xo'p, nimaga ikkinchi rasmda kiyimi yo'q? Enasini endi ko'ylak sotilib ketibdi-da. Foydani sen shunchalik ko'tarilib ketdingmi? Vashshi pulli qizi yo'q. Pox! Ma tushib ketdi, olib ber. Yaxshi telefonni tushib qoldi. Men olib berdim-ku. Yo'q, men olib berdim. Rahmat. Ichasizmi? Tushunmadim men sizga. Nima deganingiz bu ichasizmi? O'ling ichasizmi? Chakaman ham. Ertaga so'tim 5-6 yil kirib ham ketishim mumkin. Takra shunaqa yigit kerak edi menga. Ketdik. O'g'lim, Xo'p dada, senga bir haqiqat aytishim kerak. Xo'p. O'ying bilan biz seni sinagandik. Qanaqasini? Biz o'zi aslida boy oilamiz. Rosti. 30 ga yaqin zavodimiz bor. Ertadan gelik, men любой mashinani aytib berasan. Gelik? Men senga gelik, svetni o'chirib bersang bo'lmaydimi? Jonim, senga surpriz tayyorlab qo'ydim. Rahmat, men ham sizga surprizim bor. Telefon tutayotganimga ancha bo'libdi. Da, bemalol tuting. Ha. Voy, men bola kim? Akamlar-ku, akam. Ha, qaynan akam. Kelishgan ekan. Mayli. Kim mana bola? Akamlar-ku. Faqat olinganlar. Aka. Men o'ylamanku, sen puqing chiqadi, sen kuchukdi.